65 million so'mga tushdi. Yoz faslida ishimiz ko'pligida 70 million so'm edi. Shu kanalimizga obuna bo'ling, like qo'ying. Savollar bo'lsa kommentariyada yozishingiz mumkin. Rahmat. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana biz bugun Qo'shtepa tumanida qishni qish demay kelib 20 kilovatli quyosh panel stansiyalarini o'rnatdik. Endi quyosh panel o'rnatilayotganda uni o'zining gradusi bo'ladi. Bu quyosh panellarimizni qishki mavsumga optimal qilib o'rnatib berdik. Ularda ham masalan agar qo'ng'iroq qilib pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilsalaring aytamiz. Masalan yozgi gradus qanaqa, qishki gradusimiz qanaqaligini aytib beramiz. Endi bu yerga nima ishlatdik deganimizda Jinko panellarimizni o'rnatdik, ko'rsatishingiz mumkin. Jinko panellarimiz 615 vattligida o'rnatilgan. Krepnilar Xitoydan kelgan alyuminiy karkaslarimiz profil va ugolnilardan foydalanib qilib berganmiz va ularni krasa qilib berilgan, чтобы zangrab ketmasligi uchun. Yana bu yerda ishlatilgan bu panellarga faqat PV kabel yonmaydigan 1,5 volt ichidan tok o'tadigan kabellarni qo'yib beramiz. Xudo xolasa mana shu ko'rinishda bo'ldi panellarimiz. Endi hozir pastga tushib inverterni qanday o'rnaganini sizlarga ko'rsatib beramiz va bu mana shu 20 kilovatli quyosh panel stansiyasi hozirda qishki payt 65 million so'mga tushdi. Yoz faslida ishimiz ko'pligida 70 million so'm edi. Hozirda ancha narxlarimiz yaxshi bo'lib qolgan, mo'tadil bo'lib qolgan. Hozir o'rnatsalaring quyosh unchalik kuchli bo'lmasdir, lekin o'sha o'rnatish arzonroq tushadi. Hozir pastga tushib inverterni ko'rsatamiz. Mana inverterni oldiga ham tushib oldik. Inverterimiz D inverteri bo'lib 20 kilovatlik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 20 kilovatliga 26 kilovatli quyosh panel o'rnatsa bo'ladi. Ya'ni zapasi bor 6 kilovat. Bu yerda shitimiz, AC avtomatimiz, DC avtomat, chaqmoqdan himoya, DC avtomat, chaqmoqdan himoya ikkita gruppa qilib olib tushib berdik. Bu yerda mana shu tarzda o'rnatganmiz. Albatta inverterning korpusi va quyosh panelimiz korpuslari hammasi zazirmina qilib berilgan, chunki o'shda tok hosil bo'lmasligi uchun. Kimga shunaqangi quyosh panel o'rnatishga bo'lsa, raqamlarimizni chiqishlaring mumkin pastdagi. Shu kanalimizga obuna bo'ling, like qo'ying. Savollar bo'lsa kommentariyada yozishingiz mumkin. Rahmat.